turmush o'rtoq qo'llab-quvvatlash kerak. Bo'lmasa kim qo'llab? O'sha otani o'rnini ham kerak bo'lsa, onani ham o'rnini ham bosadigan turmush o'rtoq bo'lish kerak. Ayol suyanadigan birinchi inson, men buni ayollar nomidan bemalol ayta olaman. Har bitta ayol tasdiqlashi mumkin. Ayol suyanishni xohlaydigan va suyana oladigan yagona birinchi inson aslida uni turmush o'rtog'i hisoblanadi. Ayol uchun ota-onani o'rni u juda ham yuksak. Opa, singil, jigarlarning o'rni beqiyos, lekin ayol uchun u ishongan, u suyana oladigan birinchi va yagona inson bu turmush o'rtog'i hisoblanadi. Mana shuni erkaklar, turmush o'rtoqlar inobatga olsa yomon bo'lmasdi.